Shunchaki buni oson hal qilish mumkin. Qara. Maneken? Ha, maneken. Do'kon xodimlari birgalikda uni tanlashgan bo'lishi mumkin. Xullas, boshqacha qilib aytganda, bu reklama. Demak, agar o'sha maneken kiygan kiyimlarni olsak, senga yarashish ehtimoli kattaroq. Tajribasi yo'qlar tajribali odamlardan o'rganishlari kerak. Hatto o'yinda ham shunday. To'g'ri. Hatto atafamida ham. Ana ko'rdingmi? Qani tanla. Aytishga oson. Bunga hali tayyormasdan. Balki shunisidir, a? Ko'raylikchi. Yomon emas. Ana u xodimlardan so'rab kiyib ko'r. Kiyib ko'rish, oddiygina qilib sotib olsam-chi? Agar o'lchami to'g'ri kelmasa-chi? Nima deb o'ylaysiz? Endi unga nima kiydiramiz? Nega titraysan? Shunchaki borib ayt. Maneken kiygan kiyimlarni kiyib ko'rsam bo'ladimi? Qani bora qol. Maylimi manekendagi kiyimni kiyib ko'rsam? Manekendagi kiyimni kiyib ko'rsam bo'ladimi? Kechirasiz. Eshitaman. Sizga qanday yordam bera olaman? Xo'sh, shunchaki maylimi manekenni olsam? Nima? Manekenni demoqchimanki. Manekenni boshingga urasanmi?